Sen bu ishni qilishdan oldin oqibati nima bo'lishini o'ylamadingmi? Bugundan boshlab ishdan bo'shading, ko'zimga ko'rinma. Assalomu alaykum Akbarovich. Ishxonada muammo bo'lib qoldi. Tez kelmasangiz bo'lmaydi. Hamma nonushta qilyapti. Nega Luiza chiqmadi? Tinchlikmikan? Borib ko'rsammi? Nima bo'lsa bo'ldi. Taqillataman. Kim ekan bu? Siz Sizdan xabar olgani chiqqandim. Pastda ko'rinmadingiz shunga. ozgina o'zimni yaxshi his qilmayapman. Sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Hoy qiz. Bemor biroz toliq, kerakli muolajalarni qildik. Men yozgan dorilarni ichib yursa, 1-2 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Bir haftadan keyin qayta ko'rikka olib keling. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Uyga ham keldik. Sizga hammasi uchun rahmat. Kecha meni qutqardingiz, bugun ham yordam berdingiz. Mening o'rnimda har qanday odam shu ishni qilgan bo'lardi. Bitta savolim bor. Siz Akbarovichga kim bo'lasiz?